Assalomu alaykum og'aylar. Mana bugun bir o'zgandan bir og'aylarimiz kelgan edi. Aka, bir hafta oldin karbyuratorni qildirdim. Rasxod tushmayapti. Ustani oldiga bir bordim, ikki bordim, bari o'nglanmadi deyapti. Yettamani patsos ishlamayapti deyapti. Patsosda mana puskovoy устройство ishlatib beradi. Buni ishlatadigan bir podpitkasi yo'q, shlanglar hech nima yo'q. Usta qildi bir hafta oldin buni. Qaranglar og'aylar. Remont bo'lgan karbyurator. Mana bu prokladkalar chiqdi. Men qarab turayman prokladkani mana og'aylar. Onu qaranglar. Mana mana shu prokladkalar chiqdi. Ko'rdinglarmi? Mana prokladkalar. Mana. Bu ahvolni qaranglar prokladkalar. Mana shunaqa prokladkalar chiqyapti bundan. Endi men bir hafta oldin bo'lgan remont bo'lgan karbyurator bunaqa bo'lmaydi. Og'aylar. Bu только benzinni so'rayotgan karbyurator shunaqa bo'lib ketadi. Polni mana saqchiga o'xshab ko'ryapsizlarmi? Bu ahvolni qaranglar. Mana ahvolni qaranglar. Remont bo'lgan karbyuratormish mana shu. Endi bilmadim, может qilgandir. Qanaqa qilib qilganiga, lekin men tushunmayapman. Bizda mana og'aylar mana chachildi, xudo xolasa chachildi. Hozir narixonaga kirib, aşağıda yuviladi, shu yerda yuvilib tozalanib, переделка qiladigan joylarimiz bor. Tokerga chiqib keladi. Endi men tayyor уже 10-15 ta o'sha toker qiladigan narsalarni 10-15 ta qilib qo'yganman. Shu uchun kutmayman-da, shu tayyorini qo'yaman hozir. Mana qilib zapchaslarim turadi. Og'aylar, mana buni ko'ryapsizlarmi? Mana Liboy mashinani karbyuratoriga zapchasi bor buning ichida. Liboy mashinani karbyuratoriga zapchaslar, jiklyorlar deysizmi? Hozir ko'rsataman. Mana og'aylar, mana pachka jiklyorlarimiz turadi. Liboy razmerlari Liboy bor. Mana ular poplavok deyiladi ular. Poplavoklar mana Liboy narsa bor. Og'aylar, rem komplekt deysizmi? Prokladkalar deysizmi? Hamma narsa, даже mana shlang, oddiy shlang bolt gaykalargacha yangilardan olib kelib qo'yamiz. Mana provodalar, filtrlar. Mana original filtrlar, mana James'ki filtrlar, mana Jam firmaniki. Jam filtrlari. Hamma narsa bor. Og'aylar, mana shunaqa narsalar bo'lish kerak usta deganda. Kelgan klientni boring, uni olib keling, boring, buni olib keling qilib yugurtira olmasdan hamma yoqda olib kelib qo'ying. Chotki qilib turib, pulini so'rang, manchi so'm bo'ldi deb. Mingga odam pulini bergan odam berganiga qonni orimaydigan qilib beramiz-da, og'aylar. Mana shunaqa ishlar bo'ladi.